Assalomu alaykum. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Ertamatdan tog' yonbag'rida. Mana. Ana. Ovqat boshlash jarayonida biza. Assalomu alaykum. Tuzumsizlar, charchamayapsizlar. Bugun do'stlar bilan toqqa dam olgani chiqqanmiz. Xudo xolisa, bugungi obedga qo'l pishiramiz. Qo'yi qo'li. Mana o'rtog'imiz, Komil o'rtog'imiz baraka topsin. 6 kilo kartoshka bilan kurashyapti mana. Cho'tki qilib tozalab. Armiyaga borsang kartoshka atasan deyishardi. Armiyaga bormadim, mana 6 kilo kartoshka nardi onlar. Ana. Mana qo'y qo'lini tuzlab cho'tki qilib qo'ydik hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'lni yaxshilab ikki tomonni qo'rib olamiz. Endi ikkinchi qo'limizni yoqqa solamiz. Yaxshilab tillarang qilib qo'yamiz buni. Yaxshilab. Tillarang bo'lgandan keyin olamiz. Mana endi dimlash jarayoni bo'ladi. Mana endi kartoshkani solamiz. Bay. Kartoshkani solamiz. Ozgina suv solib dimlaymiz. Bay. Mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Kartoshkalarni olib qo'ygan edik. Ovqatimiz tayyor bo'lib qoldi. Hoji akam salatni o'zlari tayyorlayaptilar. Mana ovqatimiz. Hoji aka bitta qarab qo'ying bu yoqqa. Assalomu alaykum. Hoji akam salatlarni o'zlari boplayaptilar. Ovqat pishishiga yaqin Hoji akam o'zlari ovqat tayyorlayapti. Salatlarni tayyorlayaptilar. Shunaqa mana. Mana bizani ovqatimiz tayyor bo'ldi. Mana. Mana shepurimiz o'zlari. Kelinglar, baham ko'ramiz birga. Qo'ldan kelgancha. Mana. Vay. Buni faqat yeyish kerak. Voy, yeyish kerak. Xil bo'lib pishibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilik bo'lsin. O'zinglarni ehtiyot qiling.